Bu oppoq tovus hozirda juft izlamoqda, ammo orqasidan kelgan raqib uni beliga bir tepib yubordi. Tovuslar bejizga qushlar shohi deb atalmaydi. Oq tovus esa aslida alohida turi emas, balki oddiy ko'k tovuslarning oq tusli versiyasi xolos. Biz uchun ularning oq patlari juda go'zal va noyob tuyulsa-da, boshqa tovuslar uchun bu unchalik jozibador emas. Ular yorqin rangli, ko'z-ko'z qiluvchi tovuslarni afzal ko'rishadi. Shuning uchun oq tovuslar juft topishda ancha qiynalishadi. Ular imkon qadar ko'proq urg'ochilarni o'ziga jalb qilishga harakat qiladi. Hatto yo'ldan o'tib ketayotgan oddiy tovuq bo'lsa ham undan ko'z uza olmaydi. Tovuslar uchishi mumkin, lekin bu uzoq parvoz emas, balki qisqa muddatli sirpanish, gilet qilish xolos. Ular xavf sezsalar, dumpatlarini yoyib, tanasini titratib, shovqinli harakat qiladi. Bu bilan go'yo yirtqichlarga men bilan o'ynashma, afsuslanasan deganday signal beradi. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Agar siz oq tovus bo'lganingizda sevgingizni isbotlash uchun nima qilgan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.